Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, gruppamizdagilar. Bitta chiroyli nabor tayyorlab qo'ydik. Yangilik sotuvga tayyorladik buni. Kimin kerak bo'lsa bemalol murojaat qilish mumkin. Tayyor. Zakaz qilib kutib o'tirmaydi. To'rtta pichog'i bo'ldi. Bitta boltasi mana. Boltasi ham o'sha relis materialdan ishlangan. Hech qanaqa svarka bo'lmagan, shuruplar urilmagan, moshina ishlangan. Go'sht suvaylarga 100% garantiyasi bilan qaytmaydi. Agar qaytib kelsa, pullaringizni qaytib beramiz. Bitta bo'g'izlash uchun pichog'i. Bitta go'shtga keskani. O'ta ham moshina ishlangan. Bitta terilashga. Bitta go'shtlar to'g'ragani. Juda ham keskin pichoqlar, nejavoy stal, klapni zanglamaydigan ruchkalarni nabor qilib terganmiz. Qalayli emas, bu nejavoy ekanini eritib qo'yganmiz. Qo'lga qorasini chiqarmaydi. Juda ham chiroyli ishlangan. Zakaz Telegram orqali bo'ladi. Bitta yoqib turing endi boshqa. Suv bilan qolsa ham zanglamaydi mana. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor.